O'zbekiston sharoitida ham endi soqqaga ursanglar bo'ladi do'stlar. Biz hozir Namangandamiz. Bu akamlarni qaranglar ketishini. Shu ketishda do'stlar $1000 tovarni jo'nataryapti akam. Xudo xolasa akalar eng arzoni $300 bilan do'stlar biznes boshlashlari mumkin. Qanaqa biznes do'stlar? Islom aka tezroq yurasiz endi aka. Tonda non bosib qilaman deganlarga do'stlar $300 apparatlarimiz dastavkalari kelishilgan holatda. Bu boshlanishi, bu orqali kuniga yolg'on gapirmayman. Ikkita ham ishlasa do'stlar 1 million so'mgacha pul olaveradi. Hazlashmayman, bonus do'stlar, bonuslari bilan undan tashqari pasta nomerlari bor, yetkazib berish xizmatlari bor. Undan tashqari gazoblok apparatlarimiz. O'zbekistonda o'zlaridan qolar gap yo'q, ijtimoiy tarmoqlarda bang'illatib pishirish endi yo'q bo'ladi. Chunki unga sarflanayotgan energiya rasxo juda ham katta bo'lib ketdi. Penoblok bilan gazoblokka do'stlar e'tibor beringlar. Shu hisobga biznesmenlar davri keldi do'stlar. Jaraq soqqani qilaverasiz. Bunday akarim polni komplekt Islom aka necha pul qilib beramiz aka buni? Arzon qilib kelishtirib dastavkasini ham qilib beramiz. Arzon qilib xalq maza qilsin aka. $1,5 dastavkasi kelishilgan holatda do'stlarim. Endi penoblokka yuramiz do'stlar. Penoblok soqqani bosadigan davr keldi. Buni necha puldan qilib berasiz aka? $830. Aha. $800 bitta profilligi. Ana bo'lmasam $900 skidkalari bilan do'stlar. Pasta nomerlar qoldirilgan. Videoga bitta klassni bosib qo'yasizlar do'stlar. Xudo xolasa bekor pista chaqirib yurgan do'stinglarga videoni jo'natib qo'yinglar. Mana uje ketyapti apparatlarimiz, bosaverasizlar.